Yiqildingiz. Statistikaga ko'ra 90% inson imtihondan yiqilar ekan. Eng to'g'ri yo'l esa litsenziyaga ega bo'lgan avtomaktabni tanlash hisoblanadi. Ko'pchilik joyda 7-8 million bo'lib turgan bir paytda bu joyda bor yo'q 6 million so'm ekan. Eng asosiysi esa bonus sifatida 1 million so'mlik ekspress ham ichiga kiritilgan ekan. Yana bir bonus shu 20 kun ichida kelgan birinchi 5 ta odamga 6 million emas, 5,5 million ham emas. Bor yo'g'i 5 milliondan qilib berar ekanlar, foydalanib qolinglar. Avtomaktab manziliga keladigan bo'lsak, bu yog'i Samarqand darvoza Korzinka, bu yog'i Chorsudan keyvurish, bu yog'i Internet zapravkani orqa tarafida, bu yog'i Oqtepadan keyvurish. Yandexga Samarqand darvoza 64 deb yozsanglar ham shunday chiqib keladi. Profilni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.